o'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bajon, qalaysiz? Tomizasizlar? Assalomu alaykum. Sada Sufiylar mahallasi Yakkasaroy ko'chasi 31-uyda istiqomat qiluvchi Qosimov Muhiddinjon aka bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Ha, o'sha So'qlar mahallasiga bog'landik. Yaxshimisiz, akajonim, salomatmisiz? Sizlarga shukr, rahmat bilan tuzimsiz, to'g'rilayapsizmi? Alhamdulillah, rahmat. Ruxsatingiz ila Ishlayapsizlar chatkamasdan. Shukr, yaxshi, rahmat. Ruxsatingiz ila o'zaro qimmatli vaqtingizni olib, siz uchun samimiy tabrik yo'llab qolmoqchi edik. Rahmat. Sog' bo'linglar, iloyim. Rahmat. Rahmat. Ayni daqiqalarda Tabriklar guldastasi loyihasi boshlovchisi Muxlisa bilan jonli muloqotda bo'lmoqdasiz. Aha. Otajonim, bugun sizni go'zal ayyomingiz 61 bahor yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Allohim sizga uzoq umr bersin. Baxt va quvonchli Rahmat, iloyim. Sizlardan shunday yoshlarga yetish nasib qilsin sizlarga. Ilohim, Allohim sizga uzoq umr bersin, baxt va quvonchga to'lib yuring deb loyihamiz ijodkorlari nomidan tabriklab qolamiz. Rahmat qizim, hammalaringiz rahmat. Sog' bo'linglar. Otajonim, eslatib o'taman, siz bilan suhbatimiz ijodkorlarimiz tomonidan yozib olinmoqda. Otajonim, bugun sizni dunyodagi eng yaqin insonlaringizning biridan dil izhorlari yetib kelgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Bu inson kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Bu mana ikki oilamda opamdan mana bolalarim, o'zim oilam, qudalarim, hammalari, o'g'lillarim, hammalari bilan men ko'rishni nima qilaman. Ular ham menga o'xshab yurishsin, shukrlar. Sizlarga ham tilakdoshman opajon. Shular bo'lib, sizlar ham mana yo'llarga kirib, mana yerlardan chiqishni sizlarga. Katta rahmat opajon sizlarga. Albatta otajonim, mehribonlaringizning har birlari bo'lishlari mumkin, chunki atrofingiz yaxshi insonlarga juda ham boy. Sizni yaxshi ko'rib, qadrlayuvchi mehribonlaringiz bisyor. Diqqat qilasiz, ayni damda inson sizni juda yaxshi ko'radigan mehribonlaringiz, ayolingiz Shohidaxon ona, qizlaringiz Muxlisaxon, Shahzodaxon, Shahnozaxon, Shohigul va barcha yaqinlaringiz nomidan kenjatoy o'g'lingiz Nazirjon aka tabriklamoqdalar. Rahmat. Otajonim, mehribonlaringiz tomonidan siz uchun atalgan dildan chiqqan dil izhorlari yetib kelgan edi. Hozir ruxsatingiz bilan siz uchun atalgan samimiy dil so'zlarini o'qib eshitiraman. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Duolaringiz asraydi meni. Ko'ngil mangu yashar bog'dada. Yolg'onlarga o'rgatmagansiz, haqni izlab dilim tog'dada. Yaxshi do'st kulgan onda, yomon do'st kuygan onda. Ishonchli do'st yo'q zamonda, yaxshiyam siz borsiz dada. Siz bor dada, ko'ngil to'qtir. Dadam bor deb shodon sho'xtir. Sizdek dada aslo yo'qdir. Yaxshiyam siz borsiz dada. Hayotning yulduzi porlab tursin. Shirin lahzalarga chorlab tursin. Qalbingiz limmolim quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim dadajon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. So'zim boshi bismillah. Xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, dadam hoja qilaman. Boyligimga sababim mehr